Assalomu alaykum hammaga. Biza Bag'ot tumani Qulonqarabog'da yosh o'smir mahallasi Gullola ko'chasi 11-uydamiz. To'lqin og'aning uyida. Bu yerni biza Qulonqarabog' deymiz. Avvaldan Lelan deydi ekanlar buni. Lelan desa ko'p odam biladi ekan. Lelandamiz 11-uyda To'lqin og'aning uyida. Bu yerdan ko'mir ataplini ishlarini aytib berdik. Bu yerga ketgan hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. Kotyolimiz 300 kvadratlik. Yarım saatten açtı. Yakıp vergenimize 70 gradusdan tutturdu. Morumuz 100'lük oldu. 5 metre oldu. Nasozlarla koyup samotyok sistemada işlet koydunuz. Katyolumuz yanıp duruşuyla. Azırak odun bilen bir başka doldurup bırak kömür koyduk mu? Odunlar yok kalıp kömürün özü kalıptı. Üyümüz 10 toçka oldu. 8 yere batarya koyuldu. Dalanımız girevergen yere 20'latib birini koyup bergenimiz. Keyin polni beda lük yo'q ekan, ochishdan qo'parish iloji bo'lmadi. Shuning uchun polni oldindan o'tganini polni ustidan tashlab berdik. Ertaga orqasiga bir taxta tashlab bersa, pol bilan danglab turadi, oyoqqa mushak yetmaydi. Keyin konditsionerimiz bo'lgani uchun uyni podachasini ham tushirib berdik. To'g'ri o'tirib bersak, turbasini ham yetacak bo'ldi. Konditsionerni o'zim xalaqit berdi. Shuning uchun bu yoqqa tushirib berdik. Girganimizga beri 20 lar qo'yganmiz. Keyin bu ikki tarafini 15 lar birini qo'yib berdik. Qo'llangancha akkuratni ishlashga harakat etganmiz. Ishlarni ham qo'lda düşüp birbirini. Bu yerimiz ham shunday bo'ldi. Polni tushirib o'tirib bilmadik, shuning uchun to'g'ri batareyagacha o'zini polni ustidan tashlab qo'yaverdik. Uning egasi bilan kelishgan holda. Bu ikkinchi batareyamiz. Spannerlarimizdagi hammasini 15 kat qo'yib berganmiz. Bu uchinchi batareyamiz. Banemiz patologi pes ham devorlar birbirine doğru gelmedi ekan. Bu belki baksanız 60 santi, ayakdagi 40 santi ekan. 20 santi raznica bo'lgani uchun hem boyu peslik etgani uchun bu yerdan tushirib qo'yaverdik. Oknamizda ham shundan kelib chiqqan. Jikka bularni joylab qo'yib turgan razmerida ishlab berdik. Bu uchinchi batareyamiz. Hammasini 90 gradus bukib rezervuarni yonib rossiyskiy krayklarimiz qo'yib berganmiz. Batareyamiz 580 lik deb aytiladi. Ko'p borgan yerlarimizda batareyani kichikroq qo'yaverdik. Boshqa aytib dedilar. Batarya misol uchun challi ulli bo'lsa, kotyolni kamroq yoqasiz. Ko'proq yere issiqlik beradi. Bataryaning challi kichkina bo'lsa, shunchalik ko'proq yoqib qizdirish kerak. Misol uchun hozir ish o'rnida xonamizda kotyolni 70 ta qo'yib qizdirib turgan bo'lsangiz, 15 ta batarya bilan 10 la ya 12 la ya 9, 8 etib qo'yadigan bo'lsangiz, 80-90 gradusda qizdirish kerak kotyolni. Uyimiz polni samotyok sistema bo'lgan, podacha apparatlarimiz 32 da 25 aralash bo'ldi. Bakadan şuradan chiqarib berganmiz. 15 metr 32 lik, 56 metr 25 lik, 30 metr 20 lik ish etib berganmiz. Bu ikkinchi spalnimiz, bunga ham 15 lik qo'yib berdik. Har bir do'shiklarni qo'lda do'shib, perforator ishlatmay, uyni chang'itmay, devorlarni chang'itmay ishlab berganmiz. Bu birinchi kotyoldan girib kelgan yer tarafimiz, spalnimiz, bu yerimizdan 15 lik qo'ydik. Agar bir jalroq qilib kelgan bo'lsa, uyni egasini ham tushuntirdik, kraniklarni yarim-yarimroq qo'yaveradi. 32 ligimiz şu batareyadan başlanıp ayakta ikinci spalnimizde to'xtagan. Qolgan hamma yeri 25 lik bo'ldi. Bu batareyamiz ham 15 lik bo'ldi. Keyin bu zalimiz. Pampashda oxirgi batareyamiz. Bu yerda ham 20 lik birini qo'yib berdik. Hem şu bu joyga batareya qo'ygan vaqtda e'tibor berish kerak. Joyning taraflari ochiq bo'lsa, iloji bo'lsa batareyani ulug'roq qo'ygan ma'qul. Bekli bo'lsa, oldinda tamburi bo'lsa, yo oldi bekli bo'lsa, kichkinaroq sal kichikroqni gap yo'q.
Keyin kухnya banilarini ham o'tirib berdik. Kuxnyamizda ham 15 ga qo'yganmiz. Banimizda 10 lat bir yere koyup verdik. Bunlardan doğru rezbalarını yonup kranklarını koyganmiz. Bu uyumuzu ölçemeye gelgen vaqtda ham çok 31 milyon çıkarıp verdik. Sel bir-iki özgərişlər bolğan üçün sel qaytardık pullarını. Saçı haberimizə 20'li koyacak edik, 5 artık kaldı. Bir-iki meyde çüdevəclərimiz arttı, turbalarımız. Şu hesabına 29 milyon 20 bin son pul oldu. 6 milyon avans verdik. Onlardan pulunu hesab kitab edib, ün yegasini həmməsini bir görsətib, nodan neçə metr iş etken bolsaq yazıb spesifik etib verdik. Bu uyda işlerimizi bitirip tapşırdık. Kime şimdi hizmetler gerek olsa pəstər nömrələrini qaldıramız, bağlarına verəsilər. Sağ olun, salamat olun. Ömməyə rəhmət.